Nega tizim eng ochko'zlarni tanlab oladi? Tasavvur qiling. Kechki ovqat uchun stol atrofida 6 nafar odam o'tiribdi. Ular orasida sudya, yirik kapital vakili, din vakili, media magnat va bir-birining aynan nusxasi bo'lgan 2 siyosatchi bor. Bu 2 siyosatchi o'rtasidagi yagona farq galstuklar. Xizmatkor odam tinimsiz stolga ovqat tashib keladi. Shu paytda mushuklar ochlikdan azob chekib stolga tikilib turishadi. Yuqoridagi molko'llikdan ularga faqat qoldiqlar tegadi va ular shu uvoq-suvoqlar uchun o'zaro raqobatlashadi. Keyin ovqat qayerdan kelayotganini ko'ramiz. Oshpazxonadagi bor yo'g'ini mashinaga tashlab, barchasini ovqatga aylantiradi. Xonaning resurslari tugab borar ekan, stol atrofida o'tirganlar faqat oldilariga qo'yilayotgan narsaga e'tibor berishda davom etishadi. Bir payt mushuklardan biri stol ostiga kirib qoladi va shunda nima uchun hech kim o'rnidan tura olmasligini tushunamiz. Stol atrofidagi hamma bir-biriga bitta zanjir bilan bog'langan. U esa ilonga o'xshaydi. Stol ostida o'rnatilgan bu yashirin va makkor aloqalar mushuklar jamiyati ko'ziga mutlaqo ko'rinmaydi. Vaqt o'tishi bilan resurslar tugaydi. Xona vayronaga aylana boshlaydi. Stoldagi molko'llik kamayadi. Mushuklarga esa umuman hech narsa qolmaydi. Mushuklarning ovozi balandroq chiqa boshlaydi. Ammo media magnat xonaning o'rtasiga o'yinchoq sichqonchani chiqarib yuboradi. Sun'iy dushman obrazini yaratib, uni och mushuklar to'dasiga tashlaydi. Soxta dushmanni quvib, mushuklar o'zlarining asl ehtiyojlari va muammolarini unutib yuborishadi. Va nihoyat lahza keladi. Resurslar butunlay tugaydi. Stol atrofidagilar avval ovqat tayyorlamay qo'yadi. Keyin qolgan so'nggi resurs uchun bir-birining tomog'iga yopishadi. Shu onda ochlikdan o'layotgan mushuklar qo'zg'aladi, stolga sakrab chiqadi va yagona butunlikka yo'lbarsga aylanadi. Yo'lbarsning birinchi nishoni sudya, chunki adolatni o'ldirganlar birinchi bo'lib javob beradi. Yo'lbars navbatma-navbat stol atrofida o'tirganlarning barchasidan qasos oladi. So'ng kuchsizlanib uxlab qoladi. Tizim qo'zg'algan yo'lbarsni uyquda kutilmaganda bosib oladi. Uning qornidan mushukchalar olib qo'shni xonaga o'tiladi. U yerda yangi stol va yangi resurslar bor. Vaqt o'tib mushukchalarning ayrimlari boyagilarga aylanadi. Tizim o'zining yangi vakillarini o'zi yetishtiradi. Siyosatchi stol ustiga saylov qutisini qo'yadi va undan oshxona anjomlarini chiqarib oladi. Tizim yangi siklni ishga tushiradi. Bularning barchasi jarlik yoqasidagi mehmonxonada sodir bo'ladi. Ya'ni bu yerda bo'lganlarning barchasi aslida faqat mehmonlar. Bu ularning uyi emas, ularga hech narsa tegishli emas. Ammo ular bu joyni to'liq yo'q qilib bo'lmaguncha, undan hamma narsani iste'mol qilishda davom etishadi.